Siz ham qorningizga bir kun targ'iz bog'lab yurib ko'ring-chi. Keyin siz ham homilador ayollarning qadriga yetasiz. Yurish kerak bo'lsa yuraveraman. Nimasi qiyin? Unda ana shu targ'iz qo'rinchangiz bilan men qilgan ishlarni bir kun hammasini qilib chiqasiz. Menga bu ishlarni qilish chipuxa. Ha, bitta naskingizni kiyolmay yotibsiz. Ha, biz bu qorin bilan ne ishlarni qilamiz? Kiying. Shunaqa pastga qarab yotkim kelyapti. Siz bir kunda chidamayapsiz-ku, biz 9 odam bir shunaqa yotishni orzu qilamiz. Ariniu parashok zo'r ekanda, ko'prisi ham moshina, qo'lda ham xavartirmi ekan, yuganingdan keyin ustingda hidi ham kelib turar ekan. Lekin men bu qorin bilan kir yuvish yomon qiyin bo'lyapti-da. Siz jinnimisiz? Ariniuni kirmoshina deydigan yeli ham bor-ku. O'shanda yursangiz bo'lmaydimi? Sen jinnimisan? Men bunga so'rayapsan. Kirmoshinaga solish kerak buni. Siz kirmoshina olib bermagansiz-ku. Ona shunga qarab oyoqlarim shishib ketdi. Ha, bitta oyog'i shishganiga shuncha deydi-yu qilasiz. Biz nima qilaylik? 9 oy dardimizni ichimizga yutib yuramiz. Hali buni tug'ish ham bor. Nima? Men unisiga chidolmayman, ona. O'zi shuncha qiynalganim yetadi. Men endi tushundim. Homilador ayollarga qanchalik qiyin ekanligini. Ha, ana. O'sha uchun beremenni ayollarni временni bo'lsa ham ko'ngliga qarab turish kerak-da deyish. Aşk laftan anlar mı? Aka, o'tni kallasida kredit olganiga to'lab ham qo'yish kerak. Nima, bankdan har oyda oxirida orqangizda kuchingda yugurish kerakmi? Siqilib ketdik aka, to'langda olasiz men bilan. Kerak bo'lsa undirib olaring. Mana. Bu shu maqsaddan kreditni shunday qilib undiraylik. Kredit to'layotgan o'zi bilmay qolsin. Nappi, mehrga muhtoj operatsiyasi. Azal yara. Akajon, uyda kalbasa yeyishimizga nonimiz yo'q. Iltimos, yordam qiling. Mana mushkulingiz oson bo'lsin. Obbo, halanchi yetmayapti-ku, nimadir qilish kerak. Eski hunarni ishga so'laganmiz-da. Sen bilan sizda gaplashaman, yozaman. Yo, yozmang akajon. Hech bildingiz beraman, men akajonim yozmang, faqat yozmang. Mujik tushungan bola ekansan. Onasining qo'llarim og'rib ketdi. Aka, arava kerakmi? Kakras kerak edi. Soling aka. Ketdik hayda. Qoch arava. Ya, bozorlikni zo'r. O, Arinu parashoga. Bu Arinu gele. O, hidi zo'rdamini. Ya, Arinuning yangi mahsulotimi aka? He, bu Arinu'da idish tovoq yuvadigan yangi geli. Ichida gubkasi ham bor. Hozir hamma shuni ishlatyapti. Men xizmat qiling, tezlash. Yana ozgina yetmayapti. Qanday qilib undiramiz, Uyini bilasanmi? Ha? Unda menda bitta zo'r ideya bor. Ramazon aytib keldik eshigingizga. Qo'chqordan yo'q bersin eshigingizga. Rahmat. Bu uyda kredit bormi yo'qmi? Da, oberganiz qizimas ekan-ku. Qanaqasiga qizimas ekan? Yaxshilab tiqib buradingmi? Tiqib buryapman, lekin qizimayapti. 7 marta dumalatganingdan keyin qanday qizisin? Endi nima qilasan? Endi motion biznesi bilan shug'ullanaman. Buni olib sotaman. Bu moshiningni hamma yog'i fitness chiqqan, vallas chiqqan moshinga biri olmaydi aytib qo'yay. Men o'sha klient gaplashib qo'yganman, padarim. O'zi kelyapti, klientga aldab moshinani sotamiz. Ana klient kelyapti. Bo'l chetga o'tdik. Mana oka mashina. Nima bu, o'qit ekanmi? Yo'q, oka, eski moda-yu. Yuring, salonni ko'rsataman. Uni nimaga eplyapti? Oka, toza mashina, kelnashga haydagan. O, sehrli so'zlarni boshladi-ku. Bu chinashga haydaganda dedingiz, bu nos nima qilyapti? Maniki. Dadamniki. Sigaret ham bor-ku. Maniki. Dadamniki. Bu 05 baklashgan siznikimi? Shu bilan o'zing alqibacham. Kimsan sen? Kim mahalla qayerga chiqaryapti? Kimni bachasisan sen? Do'stlar qayerdan o'zgarib ketgan? Tanimayman buni men. Oka, mashinani suyagi butun, oldi orqa urilmagan, motor ochilmagan, hadavoy qilinmagan. Eng muhimi, probeg aylanmagan. Probeg aylanmagan, lekin mashinning o'zi 7 marta aylangan. Aka, menga yo'qdi, olaman. Balonni qotirganmiding? Yomon arzonga oldim-da. Qoching, dada, qoching. Chekroq go'sham bor, o'lsan. Yaxshilab, dada ish yaxshilab. Er bo'lib bir uylarni tozalangchi. Ovozingni o'chir. Dodi! Erda asabiga o'ynama, bir deganda tiqib qo'yaman. Gilamni ko'tarib plintuslargacha arting. Eshikni tepasida ham chayla qo'yib ketibdi. Men qochib tur. Bola yig'layapti, bolaga qarang. Aynoy, bolam, o'zim. Qorni och qolgan, sut bering.
Sen tentakmisan? Qanday sut beraman? Butulkasi bilan. Ko'ryapti onash. Mani xalatimni kiyib chiqing. Shompulmiya hayotda men ayol kishining kiyimini kiymayman. Qorasini kiymayman, oqini kiymayman. Ana onash, yosh bola ham onasini hidini bilar ekan-a. Hidini hidlab uxlab qoldi. Hozir ushla onash. Yeb bular xotining ketib menga beryapti. Yomon ham zo'r ko'pirar ekan-a onash. Конечно, arenyu parashoklarda yuvyapsiz-da. Bu nafaqat zo'r ko'piradi, hidi ham moshni chiqadi. Buni ishlatganlar biladi. Kirlarni yuvib, musorlarni to'kib keling, xo'pmi? Voy, shunaqa charchadim onash. Ko'rdingizmi? Biz ayollarga ham oson emas bir vaqtni o'zida dadish. Onash, ayollarga ham oson emas ekan. Bir vaqt o'zida hamma narsaga ulgurar ekansizlar. Endi bildim sizlarning qadrlaringni. Onash, senga ming rahmat. Onash, onash, opa xotinim, musur qani? Musor mashina hozir olib ketdi. Musur mashina olib ketdi. Qayerga olib ketadi? Katta xolaysikiga. To'yimiz O'smat shahrida bitta bo'lishi kerak. Buning uchun O'smatdagi eng zo'r to'yxonani gaplashdingizmi? Ha, eng zo'rini gaplashib qo'yganman, zo'rini. Eng zo'r qo'shiqchilarni-chi? O'smatdagi eng zo'r qo'shiqchilarni gaplashgan. Yaxshi. Men restoranga malikalardek kirib borishim kerak. To'xtang. Eng zo'r kelin salon gaplashdingizmi O'smatdagi? Eng zo'rdan ham zo'rini gaplashib qo'yganman-a. Rostdan. Ha. Qani bir ko'raylikchi bo'lib ketdik. Yur, ko'rsataman. Mana beleza. Ko'ruza. Davay. You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding, love, I keep bleeding. So'nggi modeldagi kelin ko'ylaklar. Sarpola uchun maxsus sandiqchalari ham bor ekan. Kelin salom uchun tayyor ko'ylaklar ham bor ekan. Как раз Jumagul dugonam to'yda kiygan kiyimim yo'q deyotuvdi. A shu yerdan prokatga olsa ham to'la ekan-ku. Bu yoqda professional vizajistlar ham bor ekan. Bitta xonadan tayyor kelin bo'lib chiqib ketay ekansiz. Qanday yoqdimi? Ha, vkusiz bor ekan to'yimizda O'smatdagi eng zo'r narsalarni tanlabsiz. Endi men O'smat malikasi bo'laman. Ha, shunday. To'yimiz uchun O'smatdagi eng zo'r narsalarni tanlashga tanlabmiz. Shu O'smatdagi eng zo'r qizni tanlashda adashibmizmi deyman-da. To'ylar